Ota 4 yosh o'g'lining qoldiqlari hovlisiga ko'milgan o'g'lini o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Vashingtonning Aberdin shahridagi politsiya 36 yoshli erkakni 2 darajali qotillik, 1 darajali odam o'ldirish, inson qoldiqlarini noqonuniy yo'q qilish va davlat xizmatchisiga yolg'on bayonotlar berishda gumon qilib hibsga oldi. King 5 ga ko'ra. Ushbu xabarga ko'ra, erkak hech qanday jinoyatda rasman ayblanmagan. Politsiya 12 may kuni gumonlanuvchining 6 yoshli qizi haqida bolaning yo'qolib qolganligi haqidagi arizasiga javob berayotib, bolaning bedarak yo'qolganidan xabar topgan. Qiz hodisasiz topilgan va voqea yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Biroq politsiya tergov davomida gumonlanuvchining o'g'lini anchadan beri ko'rmaganini bilib oldi. Qarindoshlar farovon. Eronning jahon chempionati o'yinchilariga AQShga kirish vizasi berildi, dedi Oq uy rasmiysi. Ushbu rivojlanish ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat sharoitida yuz beradi. Eronning Meksikadagi elchisi Abolfazl Pasandide payshanba kuni kechki payt otryad hali ham AQSh vizalarini olmaganini, ammo ular bir kechada berilganligini aytdi, dedi Oq uy rasmiysi. Tehron viza muammolari va Eronda jamoaning Qo'shma Shtatlardagi mavjudligini minimal darajada ushlab turish kerak degan hissiyotlar tufayli jamoa bazasini Arizonadan Meksikadagi Tijuanaga ko'chirish bo'yicha so'nggi daqiqalarda muzokaralar olib bordi. Ular yakshanba kuni erta tongda Tijuanaga qo'nmoqchi. Eron G guruhidagi birinchi o'yinini 15 iyun kuni Los-Anjelesda Yangi Zelandiyaga qarshi o'tkazadi. U erda Seatlda Misrga qarshi maydonga tushishdan oldin Belgiya Ukraina o'z armiyasini to'xtatib qo'yganida Putinning so'nggi dalil o'z pozitsiyalarining kuchayib borayotganini sezgan Ukraina qo'shinlari Sankt-Peterburg shahriga zarba berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin u yerga yuqori darajadagi iqtisodiy forumga kelgan va prezident Vladimir Zelenskiy unga ochiq xat yozib, urushda g'alaba qozona olmasligini aytdi. Resurslaringiz sezilarli darajada kamayib bormoqda, deb yozgan Zelenskiy. Siz 26 yildan beri qilganingizdek, ruslarning sodiqligini sotib olishda davom etish uchun pulingiz va siyosiy kuchingizga ega bo'lmaysiz. Zelenskiy Putinni yuzma-yuz muloqotga taklif qildi. Rossiya to'g'ridan to'g'ri javob bermadi va jang maydonidagi vaziyat yomonlashganini tan olmadi. Zelenskiy rossiyaliklarning ustunligini tan olgan bir soha bor. Ballistika. Si Szinpin Shimoliy Koreyaga tashrif buyurish bilan Kim Chen In bilan uchrashadi. Si Pxenyanga oxirgi marta 2019-yilda tashrif buyurgan. Tashrif Si Pxenyan tashqi siyosatiga katta e'tibor qaratayotgan ikki davlat, Pekinda AQSh prezidenti Donald Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qabul qilganidan bir necha hafta o'tib amalga oshirildi. Xitoy Shimoliy Koreyaning asosiy iqtisodiy va siyosiy hamkori bo'lib, yadroviy qurol dasturi va inson huquqlarining buzilishi tufayli keng qamrovli xalqaro sanksiyalarga duchor bo'lmoqda. Xitoy va Shimoliy Koreya 1400 km uzunlikdagi chegarani baham ko'radi va mudofaa pakti bilan bog'langan Xitoyning har qanday davlat bilan bo'lgan yagona shartnomasi. Agar hujumga uchrasa, u o'zaro yordamni kafolatlaydi. Bu yil ushbu shartnomaning jonli efir AQSh Vakillar palatasi Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi qonun loyihasini ma'qulladi, Rossiyaga loyihalar kiritdi. Shu bilan birga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan yuzma-yuz uchrashishga chaqirdi va u ham to'liq o't ochishni to'xtatishga tayyor ekanini aytdi. Kunning voqealarini jonli blogimizda kuzatib boring.